Ukam menga avtomat korobka Cobalt ko'rsatdi, lekin puli arzon bo'lsin degan so'ng Hoji aka bugungi sotuvimizda 2020-yilda ishlab chiqargan chiroyli holatda Cobalt moshamiz bugun sotuvga chiqdi. Videoni boshidan bitta qizartirib like bosib qo'ying, moshamizni bilan tanishtirib chiqaman. Moshamiz ko'rib turganingizda yon qismlari ham chiroyli holatda bo'lib turibdi. Kraskasi qayda deydigan bo'lsangiz, shu kirlosma kapotda kraskasi bor, qolgan hamma yoqlar inshaalloh absolutniy top-toza. Moshamizga to'rttalar yumshoq yaxshi bolalardan ustunovka qilib qo'yilgan. Bismillah, ichki salonlari ham, sidinlari ham chiroyli holatda bo'lib turibdi. Bosib o'tgan masofasi bor yo'g'i endi 105 ming kilometr yurgan. Torpedalari ham matviy holatda bo'lib turibdi. Orqa taraflari ham ko'rib turganingizdek chiroyli holatda bo'lib turibdi. Moshamizga eng qizig'i hali gaz ustunovkalari bo'lmagan, moshamiz ponni benzindan harakatlangan. Qish kuni ham benzinda ponni qilib mazza qilib yuraverasiz. Narxi keladigan bo'lsa, bu moshamizni 11200 dollarga barka qilsangiz bo'ladi. Dokumentlarda umuman muammolar yo'q. Xohlasangiz generalni, xohlasangiz nominaga formatam qilib berilaveradi. Bizga obuna bo'lib kuzatishda davom eting, mashinamiz sizlar bilan.